Assalomu alaykum, hurmatli vatandoshlar, muxlislar, donolar bisotidan sizlar bilan 3-qismni birgalikda tinglaymiz va xulosa qilamiz. Hech qachon yaqinlaringizni begonalar borligida urushmang. Begona qalb ushbu holatni ancha vaqtgacha eslab qoladi. Hech qachon kimnidir o'zingizning boshlig'ingiz ekanligini boshqalarga ko'rsatmang. Ular kelgusida sizga nisbatan boshlig'ingiz orqali fitna uyushtirishadi. Hech qachon begonani o'zingizga juda ham yaqinlashtirmang. Hamma mehmon ham xayrli bo'lishi, niyatli bo'lishi mumkin emas. Hech qachon farzandlaringiz bilan maqtanmang. Eng yomoni hasad so'zda ifodalanmay, g'araz paydo bo'lishi muqarrar. Hech qachon birovlar haqida yomon gapirmang. Barcha aytganlaringiz o'zingizga albatta qaytajak. Hech qachon hayotdan nolimang. Dastlab sizga achinishadi, so'ngra o'zingizni aybdor etishadi. Sizning ustingizdan kulib masxara etishganida ularga muloyim tabassum bilan shunda boqingki o'zlari xijolatda bo'lib qolishadi. Siz esa hamishagiday o'zingizni his etasiz. Hech qachon o'zingizni oqlamang. Xotirjamlik eng yaxshi himoya hisoblanadi. Isbotlashga shoshilmang. Ya'ni sizga qo'yilgan aybni yuvishga intilmang. Vaqtning o'zi ulug' hakamdir. Biz bolalarimizga hayotni sovg'a etamiz. Ular esa bizlarga uning ma'nosi, mohiyatini anglashni tuhfa etishadi. Yo'l qo'yilgan xatoni bir marta kechirish mumkin. Ikkinchi bor bu endi xato emas, balki sizning o'zingizga ma'qul bo'lgan tanlovdir. Siz o'zingizni bag'ishlagan bo'lsangiz, sizga xiyonat eturlar. Afsus, hamma ham sadoqat, vafo, fido so'zlarining mohiyatini, ma'nosini tushunishmaydi. Bizning naslimiz hayotimizning bir qismi. Biz esa ular uchun bu to'liq hayotning o'zi. Bu haqda unutmang. Jahlingiz chiqqanda tilingizni tishlaringiz orqasida saqlang. Jahl bilan aytilgan so'zlar tig'dan ko'ra kuchliroq, jiddiy jarohat yetkazadi. Muvaffaqiyatga erishdingizmi? Uni hammaga gapirib bayon etmang. Baxt, tinchlik, osoyishtalik va jimlikni sevadi. Do'stlar davrasida boshqalarni muhokama etmang. Orqadan aytilgan so'zlar ishonchga barham beradi. Qachonki muammolar o'rtaga tashlansa, hissiyotga berilmang. Ya'ni hissiyotlar aqlni ko'r qilib qo'yadi. Hech kimga 2 martadan ortiq qo'ng'iroq qilmang. Hech kim bilan zaruratdan ortiqcha do'stona munosabat o'rnatmang. Kamroq gapiring, sir saqlovchi bo'ling. Har kimga keyingi qilmoqchi bo'lgan rejalaringizni aytmang. Hech kimning maqtovchisi, maddohi bo'lmang. Kimningdir ijobiy tanlovida bo'lishga intilmang. Hammani ham baxtli qilishning imkoniyati yo'q. Haqiqatdan ham sizni hurmat qilib qadrlaganlarga o'zingizning samimiy minnatdorchiligingizni izhor qilishni unutmang. Mardlikni ta'riflashga ehtiyoj yo'qdir. Hayotning o'zi mardlikni ta'rifini berur. Doktor Muhammad Anusha. Men yalang'och tanasini sotuvchilardan bezor emasman. Bashang, bejirim liboslar kiyinishib,
o'z or-u nomusini sotuvchi besharaflardan bezorman. Haqiqatni tushunmagan nodon bilimsizdir, ammo o'sha haqiqatni bilganni inkor etuvchilar buzg'unchilardir. Boris Bartold. Odamlar nazdida kimki sening siringni fosh etsa, u ablahdir. Obro'ying to'kilmasdan undan uzoqlash. Duch kelgan har noqobil toshga o'z gavharingni urma. Sabr aylasang topilib qolg'usi maqbul munosib gavharshunos. Soyib Tabriziy. Kimda bo'lsa ehtirom va sukut odobi, har qanday holatda u o'zidan sulton yaratur. Hazrat Mavlono Rumiy. Safarga chiq va sayru safar et. Ammo hech kimga ushbu haqida zinhor aytma. O'zingga munosib ma'shuqang bilan oshiqona hayot kechir. Bu holatning ham hech kimga aytma. Shodu xurram jufting bilan masrur yasha. Buni ham hech kimga maqtanib aytma. Bilginki odamlar tinch totuv yashaganlarni go'zallik va ezgulikni rahna solishadi. Qisqasi subhanahu Alloh taolo Robbil Izzatga shukrona hamdu sano aytib yur. Kuchli baquvvat bo'l, to seni hech kim yenga olmasin. Hojat baror bo'l, to seni hech kim yo'ldan ura olmasin. O'zing bilan o'zing bo'l, toki seni hech kim unuta olmag'ay. Odamlar nayrangbozning qarshisida o'tirishib, uni yaxshi zavq bilan tinglashadi. Davralarda pand va nasihat aytuvchilarni qarshisida kar bo'lib olishadi. William Shakespeare. Seni o'ziga do'st tutganni do'st tut. Hatto mulkingda quling bo'lsa ham, seni o'ziga do'st tutmaganni do'st tutma va do'st dema. Hatto u agar qalbing sultoni bo'lsa ham. Karl Gustav. Bir kuni, bir joyda, bir daqiqada va bir lahzada sen o'zingni topajaksan va o'sha vaqtda albatta jilmayib yo ko'z yoshi to'kajaksan. Inson hayotining so'nggi nafasi va lahzalariga ishora mazmunida. Ey jonon, sening qalbingdan mening qalbimga yo'l bordir. Uning izlanishidan va mening qalbimdan u zot ogohdir. Chunki mening qalbim zilol suv kabi sofu yoqimlidir. Musaffo suv oyna kabi o'zida oy aksini jilvalantirur. Mavlono Jaloliddin Rumiy. Ma'noli so'zlashish, suhbat etish uchun odam savodli bo'lishi zarur. Ammo sukut saqlashda odam uchun aql, odob va mulohaza bo'lishi zarur. Agar davlatga erishsang ey yigit, undan mast bo'lma. Agar tanazzulga tushsang past bo'lma ey yigit. Dunyo ahli havasmandlarga o'yinchoqday qo'llarida bo'lur. Ularning qo'llarida o'yinchoq bo'lmay desang, o'zingni asra ey yigit. Abu Said Abul Xayr. Shirinlikni gar o'z qalbingizdan topsangiz, albatta uni har bir qalbdan shubhasiz topajaksiz. Hazrat Mavlono Rumiy. Ey yor, oshiq bo'libman senga. Qanaqa farmon etkaysan menga? Solihlar yo'lidan huzuringa tashrif etaymi yoki rasvolar, benomuslar izidan boraymi? Nizomiy Ganjaviy. Shodlik, xursandlik bu yil gul yili. Holimiz a'lo, nafis shaboda esar, yayrar gul holi.
gulga quvvat madad bo'lg'usi gulzorga kirgan do'st chehrasi va tashrifidan hech ham ko'zimizga tushmasin boshqa chamandagi gul xazoni va gul zavoli. Odam qoqilmasdan, tanbeh olmasdan halim bo'lmas. Hayot tajribasi so'qmoqlaridan o'tmasdan hakim bo'lmas. Hazrat Abu Abdulloh al-Hakim at-Tirmiziy. Kel ey yor, bu oqshom g'azal mehmoni bo'l. Tanam va qalbimni isit, bahor ibtidosi hamal oyi bo'l. Turfa ranglarda tovlanmasdan ey nozanin, kel bu safar menga lazzatli asal bo'l. A'lo Nuriy. Koshki imkonim bo'lsa edi, o'z taqdirimni qaytadan yozar edim. Koshki imkonim bo'lsa edi, tarixiy sanalarni yaxshiroq bitar edim. Koshki iloji bo'lsa edi, bu hayotni oyoq ostiga olib tepkilab, o'z umrim dostonini boshqatdan qisqartirib yozar edim. Biz mo'min musulmonlarga ham masjid va ham Ka'ba va ham qibla bahonadir. Ey banda, masjiddan va Ka'badan ne izlarsan? Diqqat et. Aslida Alloh nuri izlaganing qalbingdadir. Dastlab fikr et va esla. Balki birovning qalbini sindirgandirsan yoki uni ranjitgandirsan. Agar shundoq bo'lsa, Xudoyimga nimani isbotlamoqchisan? Hazrat Mavlono Rumiy. Biz qanchalik ilmli bo'lsak-da, bilganimiz bir qatradir. Bizning bilmaganimiz bir ulkan ummondir. Isoak Nyuton. O'limimdan so'ng qabrimga qo'yilgan qimmat qabr toshidan ne foyda? Qabrda qabrim uzra sochilgan jozibador rang-gorang gul dastalaridan ne foyda? Mendan qizg'anma, samimiy qahqahali kulgingni bugun hozir xohlayman. Vafotimdan so'ng alamli ko'z yoshlaringu istiroblaringdan ne foyda? Muhammad Samay Ahmad. Agar yaxshi tahsil olgan bo'lsangiz, sabr bilan har bir so'zni va har bir jumlani yaxshi tinglay olasiz. Hatto o'zingizning shaxsiyatingizni va qadringizni himoya eta olasiz va saqlay olasiz. Hazrat Mavlono Jaloliddin Rumiydan so'rashdi. Doim shod va xursand bo'lib yurishingizning sirini aytsangiz. Hazrat javob beribdilar. Ko'nglimga ma'qul bo'lmagan narsaga e'tibor bermasmen.